Assalomu alaykum Navbahor tuman aholisi, mehmonlar, aziz yoshlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mehmonlar va Navbahor tumanida yashovchi yoshlarimiz. Aziz tumandoshlar, sizlarga yaxshi ma'lumki, bugungi kunda muhtaram prezidentimizning rahbarliklarida mamlakatimizda barcha sohalarda ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning tub mohiyati avvalo inson qadrini ulug'lash, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarish, xalqimizning tinchligi, farovonligi, osoyishtaligini ta'minlash, turmush farovonligini oshirishga qaratilganligi bilan ham ahamiyatlidir. Albatta, islohotlarning natijadorligi odamlarning tinch va osuda hayot kechirishini ta'minlashda huquq tartibot idoralarining zimmasida katta mas'uliyat borligini ham chuqur his qilamiz. Mahalla hududida sodir etilgan jinoyatlarning 2025-yil 4 oy yakuni bo'yicha jinoyatlar sodir etilishi natijasida 41 ta mahalladan 22 tasi yashil mahallalar bo'lsa, Yaltirobod, Mirzo Ulug'bek, Duldul va Navbahor mahallalar qizil toifaga va 10 ta Tarbozor, Toshrabod, Keskanterak, Ko'hron, Kilachi, Navkar, Yangiyo'l, Mehnat, Yangiobod va Qorovultepa mahallalar sariq toifaga kirgan. Shuningdek, 14 ta mahallalarda jinoyatlar sodir etilgan. Oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar Navbahorda 6 taga oshgan. Tazyiq, zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlar bo'yicha 2025-yil 4 oy davomida 106 ta nizoli oilalar qayd etilgan bo'lib, 105 nafar shaxslarga himoya orderlari berildi. Himoya orderi talablarini buzganligi uchun 2 ta holat bo'yicha Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 206-1-moddasi bilan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida ishlar qo'zg'atilib, jinoyat ishlari bo'yicha Navbahor tuman sudida ko'rib chiqilgan. Yoshlar yo'nalishi bo'yicha 4 oy davomida 7 nafar yoshlar tomonidan jinoyat sodir etilganligi, 79 nafar yoshlar probatsiya hisobida turishi, 261 nafar yoshlar profilaktik hisobda turishi, 571 nafar yoshlar doimiy yashash manzillaridan uzoq muddatga chiqib ketganligi sababli joylarda xizmat olib borayotgan yoshlar yetakchilari ushbu yoshlar bilan doimiy ravishda ish olib borishlari lozim bo'ladi. 4 nafar voyaga yetmaganlar profilaktik hisobda turib, 72 nafar voyaga yetmaganlar doimiy yashash manzillaridan ota-onasi bilan birga uzoq muddatga chiqib ketgan. Shuningdek, muntazam dars qoldiruvchi 6 nafar o'quvchilardan 4 nafari darslarga qaytarildi. Vazirlar Mahkamasining 21-yil 3-avgustdagi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi 490-sonli qaror ijrosi bo'yicha 12 nafar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga qarovsiz va nazoratsiz yurganligi uchun joylashtirilgan. Bolalar masalalari bo'yicha Navbahor tuman komissiyasiga jami 5 ta taqdimnoma kiritilgan. Aziz yurtdoshlar, aziz tumandoshlar, eng muhimi bugun to'la ishonch bilan aytish mumkinki, tumanimizda huquq tartibotini mustahkamlash nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balki boshqa idoralar va keng jamoatchilikning umummilliy ishi va muhim vazifasiga aylandi. Albatta, tumanimizda jinoyatchilik va korrupsiyaning oldini olishda, umuman barcha sohalarda qonunchilik ta'minlashda biz prokuratura xodimlari eng avvalo sizning xayrixohligingiz, hamjihatligingiz va ko'magingizga tayanamiz.